Albatta, to'g'ri kampir yig'ilmagandan keyin dvigatel yaxshi ishlamaydi. Sizda ham shu holat kuzatilmasligi uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Hozir ko'rsatib o'tgan dvigatellarga asosiy qo'yilgan zapchada Stark firmasi va Yevropa gaz. Asosan turbina bo'lsa, faqatgina Avanti 32 ga to'g'ri qo'yishlik shart, chunki bunda chek yonmaydi va panda jihozini qo'yish umuman shart bo'lmaydi. Ey do'stim, biz hattoki detaligacha original jihozda sizga propan metan ustonika qilib beramiz. Mijozlarimizdan ishimiz haqida ma'lumot so'raymiz. Aka, Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlar. Bu ukaman pastani 3-marta mashina olib kelishim, shaxsiy o'zim mashinamni. Haqiqatan mana gap yo'q. Necha yildan beri haydab yuribman. Oldingilarni ham haydadim. 3 yil, 4 yil haydab sotdim. Mana gap yo'q. Yil kelaman pastani. Ham tavsiya ham qilaman hammaga. Kelaverasizlar vaqtga. kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz o'z obunachilarimiz uchun narxlarni minimalka va sizlarga original jihozlarni sifatlisini ustonovka qilib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastda raqam qoldiramiz. Tanlovda adashmaymiz.